taxtda ketadi o'g'a. Bunga ketgan masalalar bilan aytib o'tsam, 25 ta taxta ketgan bunga, 15 ga 2,5 6 metrlik taxtadan 25 ta ketgan bunga. 25 dona taxta ketgan. 120 metr begovot armatura ketgan o'g'a. 12lik. 12lik ketgan. 1 tonna sement ketgan. Bu qoqiladimi armatura? Qoqiladi armatura. Bunaqasiga 7 seli tashaganman, 7 armaturani. Bunaqasiga seli tashadim. Bunaqasiga. Bir stupegaga devorga qoqiladi. 2 armaturadan 15 santimetrdan kiradi devorga. Ikkita qoqiladi. Bir stupegaga 2 tadan qoqiladi. Shunda 15 ga 15 karkas to'qiladi o'zimda. Necha so'mdan qo'yib tursiz endi? Qo'pqog'a buni metri biz dikligiga olamiz. Ko'pchilik telefon qilib, bunaqasiga olasizlarmi deb telefon qiladi bizga. Yo'q, biz bunaqasiga emas, dikligiga olamiz, balandligiga. Lestisa qayerdan boshlanib, qayerda to'xtashini bizga farqi yo'q. Biz bunaqa dikligiga olamiz. Bu yer balandlik 4 metr bo'lgan o'g'a. Hozir shu pastdan birinchi stupenkadan, stechkadan rasmlar olib o'lchaymiz. Oxirigacha, mana shungacha, to'g'ri? Shungacha o'lchaymiz. Necha metr bo'lsa, shunga pul olamiz o'g'a. Hozir masalan shu necha metr, necha pul bo'ldi? Bu 4 metr bo'lgan o'g'a. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari. Sizlarga yana foydali videolarni chiqarishda davom qilamiz. Aziz do'stlar, bugungi videomiz ustalarning ishlari haqida bo'ladi. Toza imorat solgan 2 qavatli uylarni solgan yurtdoshlarimiz uchun beton stupenkalarni, zinapoyalarni qo'yadigan ustalarning ishlarini ko'rsatib o'tamiz. Namangandan Muhammadjon og'amiz Xorazmga kelib, shunday sifatli beton zinapoyalarni qo'yib berib turibdilar ekan. Xudo xolasa ma'lumotlarni so'rab o'tamiz. Nechab ishlaydilar, necha so'mdan nega qo'yib turibdi, hammasini qo'ldan kelgancha tushuntirib beramiz. Hozir o'zlaridan so'raymiz, hamma ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha sizlarga to'liq ma'lumot berishga harakat etamiz. Namangandan Xorazmga kelib turib beton qo'yib turibdilar. Xorazmdagi og'alarimiz ham shu tarafdan, viloyatdan zakaz berib turibdilar ishlarini. Menimcha sifatli bo'lsa, shuning uchun zakaz beradilar. Ko'ramiz. Videomiz foydali bo'lsa birdan like bosib, kanalimizga yangi bo'lsangizlar obuna bo'lib qo'yish yoddan chiqmasin. Xo'p, obunachilar videomizni boshladik. Bizlara Mahmudjon og'amiz ishlar haqida ma'lumot berib o'tadilar. Biza hozir Urganchdamiz obunachilar. Urganchli og'amizni 2 qavatli uyina, kottejni xudo xolasa chiroylatib beton stupenkalarni qo'yib beribdilar. Ma'lumotlarni so'rab o'tamiz. Necha ishlaydilar? Nega siz? Muhammadjon og'a, assalomu alaykum. O'g'a, yaxshimisiz? Charchamasizmi? Assalomu alaykum, Xiyo bozor kanali obunachilari. Mana bu og'am bizni qilgan ishimizga chaqirdik. Xudo xolasa o'zingni ko'rib baho berasizlar. Xo'p, og'a, bizga hozir men kelib ko'rdim ina videodan burun qarang. Obunachilar razmerlari qaranglar, hammasi bir xil, mo'shlar, ugullar, cho'kkati qo'yilgan ekan, qaranglar. Ya. Quruqlik yetgan ekan bu o'g'a. Bu yer quruqlik aylanib ketgan o'g'a bu yer. Razmerlar hammasi bir xil qo'y. Bir xil cho'tki. 16,5 ga 30 santimetrdan bo'lgan o'g'a balandligi. Buni hozir oyoq qo'yadigan stupenka 30 santimetr bo'lgan. 30 santimetr. Bunaqasi 16,5 santimetr bo'lgan o'g'a. 16,5. 16,5 bo'lgan bunaqasi. Ya, og'aylar. Shunda buni materiali usta haqqi qanaqa bo'lib turibdi? Material uy egasidan bo'ladimi? Material uyning egasidan bo'ladi, masalliq hamma narsalari. Biz kelib ishlab beramiz, xudo xolasa. Usta haqqingiz aytiladi bu yerda, to'g'rimi? Bu yerda mana usta haqqim aytiladi. Hamma boshqa materiallarni uy egasi olib beradi. Uy egasi olib beradi. Instrumentlar kimdan bo'ladi? Instrument o'g'a hamma o'zimizdan bo'ladi o'g'a. O'zingizdan? O'zimizdan bo'ladi, xudo xolasa. Og'a, ishi stupenka necha kunda bitdi? Necha kunda qurib bitdi? Xudo xolasa o'g'a, bu lestisamiz 3 kunda bitgan o'g'a. 3 kunda bitdi. 3 kunda bitdi o'g'a. Siz bu yerni boshlaganingizda bu sovuqda turgandimi? Bu yer sovuqda o'g'a, biz men kelganda. Sizga farqi yo'q, sovuq bo'ladimi, g'ishtda turadimi? Farqi yo'q sizga, to'g'rimi? Yo'q, bizga farqi yo'q o'g'a. Sovuq bo'lsa, misol biz lestisamizni chiqarib, chizib olishimizga oson bo'ladi. Sovuq bo'lsa. Razmerlarni to'shni chiqarishi oson bo'ladi. To'shni chiqarishga oson bo'ladi, chiroyli ham bo'ladi o'g'a. Xo'p, obunachilar sal beraga chiqargan razmerlarni ko'rib boringlar. Bu aylana sifatida ketgan bu. Bu aylanamiz ham katta ulludan bo'lgan o'g'a, chiqib tushishga oson bo'ladi o'g'a. Quyilishlarni qarang, takizlikni. Cho'tki. Hammasi razmeri bir xil ekan. Razmeri bir xil, xudo xohlasa. Tepadan ham ko'rsatadi.
Vo, yine havayla. Bu ikinchi qavatni stechkasiga qo'shilib ketgan ekan. Buni nima plan qilibdilar buni? Laminat bosadimi ustiga? Buni ustiga ana bu o'zi lestnitsaga to'shadigan 5 santimetrlik puxli gilam bor ha. Shu gilamdan to'shab qo'yaman deb aytdilar. Shundan to'shasangiz yaxshi bo'ladi deb aytdim men o'zim. Yumshoqqina bo'ladi. Ha, yumshoqqina bo'ladi. Yo'q. Ha, xudo xohlasa taxtda ketadi o'g'a. Bunga ketgan masalalar bilan aytib o'tsam, 25 ta taxta ketgan bunga, 15 ga 2,5 6 metrli taxtadan 25 ta ketgan bunga. 25 dona taxta ketgan. 120 metr begavot armatura ketgan o'g'a. Begavot armatur 120 metr. 12 lik. 12 lik. 12 lik ketgan. 1 tonna sement ketgan. 1 tonna sement. Ha, 1 tonna sement ketgan. Tosh qolganicha ketgan o'g'a. Ularni endi hisob-kitob qilib bo'lmaydi tosh bilan. Ha, hisob-kitob qilib bo'lmaydi. Bo'ldi, gap yo'q ana. 120 metr armatur, 1 tonna sement, 25 taxta. 25 dona 6 metrlik taxta, 15 ga 2,5 lik taxtadan. 15 ga 2,5. Apolavkalarni o'zlaring razmeri olib, taxlab, kesib, Xudo xohlasa o'zimiz qilamiz o'g'a. bo'ldi. Obunachilar, og'aynilar, uylaringizni shunday stupenka qilmoqchi bo'lsangizlar, bir telefon qilsangizlar, o'zlari kelib, o'lchab, razmerlarni cho'tkazib, qo'yib olib ketadilar, faqat usti haqqini bersangizlar bo'ldi. Расходный material bilan. To'g'rimi? Shunaqa o'g'a. Bo'ldi. Necha so'mdan qo'yib turibsiz endi? O'g'a buni metri biz dikligiga olamiz. Ko'pchilik telefon qilib, bunaqasiga olasizlarmi deb telefon qiladi bizga. Yo'q, biz bunaqasiga emas, dikligiga olamiz, balandligiga. Lestnitsa qayerdan boshlanib, qayerda to'xtashini bizga farqi yo'q. Biz bunaqa dikligiga olamiz. Bu yer balandlik 4 metr bo'lgan o'g'a. Hozir shu pastdan birinchi stupenkadan, stechkadan razmer olib o'lchaymiz. Oxirigacha mana shu yergacha to'g'ri. Shu yergacha o'lchaymiz. Necha metr bo'lsa, shunga pul olamiz o'g'a. Hozir masalan shu necha metr, necha pul bo'ldi? Bu 4 metr bo'lgan o'g'a. 1 million 300 ming so'mdan 5 million 200 ming so'm bo'lgan. 200 ming so'm qaytib berganmiz. 5 million so'mga bitgan o'g'a shu lestnitsa. Shunda 1 metri 1 million 300 ming so'm. 300 ming so'm, ha, 1 metri. Usta haqqi. Usta haqqisi. Qolgani figurasiga qarab pul qo'shilib boraveradi o'g'a bu yo'g'i. Ha, keyin mana bunaqa quruqli bo'lib chiqsa. Video davomida sizga bir suratlar bor, tashlab qo'yaman, qo'yib joylab ketasiz o'g'a. Shu kataloglarni qo'yib bersangiz, kataloglar variantlarni ko'rib olishadi. Variantlar bor o'g'a. Ularning narxlari o'zgaradi keyin, to'g'ri? Ha, ularning narxlari o'zgaradi o'g'a. Bu figura boshqacha figura bo'lsa, ishi ham qiyinroq bo'ladi. Ishi ham qiyinroq bo'ladi. Shunaqa o'g'a. Xudo xohlasa telefon qilaverasizlar. Qarang endi. Shu yerga razmerlarni o'zgartirib bo'ladimi bu stupenkalarni? Masalan, ikkinchi qavatga chiqquncha hozir 30 ga 16,5 qildingiz balandligidan, to'g'rimi? Razmerlar o'zgartirib bo'ladimi bu? O'zgartirib bo'lmaydi o'g'a. Bular mana bu murishdan bu yoqqa qilib bermang iloji boricha dedilar. Shuni hisobiga ozgina baland bo'lgan, dik bo'lgan, ozgina 16,5 sm. Asli dik emas. 16,5 sm. Agar yana bir stupenka qo'shib berganlarimda, bir stupenka qo'shganimda bu yerdan boshlanadi. Shundan 15 sm dan tushadi. Bular bu yoqqa surib beraman dedilar razmerlar. Xo'p dedim. Ha, endi bu yoqni ham razmeri o'zgaradi, to'g'ri? Bunaqasi misol hozir 16,5 bo'lgan-ku. Buni 15 qiladigan bo'lsa, yana bir stupenka qo'shiladi bu yoqqa. Ha, masalan 16,5 bo'lgan-ku bu. 15 qilib ber desa, bu yoqqa cho'ziladi. Yana bir stupenka cho'ziladi. 30 sm bu yoqqa yuradi o'g'a lestnitsa yana. Bo'ldi, gap yo'q. Buni markazi qanaqa bo'ladi endi usta? Markazi shu o'g'a sement 450 plyus ishlatamiz o'g'a. Navoiy. Shunaqa sement ishlab turibmiz o'g'a hali, Xudoga shukr. Hech qanaqa problema, unaqa narsa bo'lgan yo'q o'g'a. Endi bu holati cho'tki yo'q. Devorga qotirasizmi, to'g'ri? Ha, bu qoqiladimi armatura? Qoqiladi armatura. Bunaqasiga 7 seli tashlaganman, 7 armaturani. Bunaqasiga seli tashlagan. Bunaqasiga. Bir stupenkaga devorga qoqiladi. 2 armaturadan 15 sm dan kiradi devorga. Ikkita qoqiladi. Bir stupenkaga 2 tadan qoqiladi. Shunda 15 ga 15 karkas to'qiladi, o'g'a shunda. Ichida armaturasi bor. Shunda boshda apolavkani qurasiz. Keyin armaturani to'qib chiqasiz, to'g'rimi? Shunaqa. Beton quyish jarayoni qanaqa bo'ladi? Xo'p, beton quyish jarayoni o'g'a mishalkada qoriladi betonni. Shunda uy egasi mishalka olib beradi. Ha, mishalka olib kelib beradi uy egasi. Buni ro'shnoy qorisa bo'lmaydi o'g'a. Bu nimagaki bu havoda turadi o'g'a lestnitsa. Ko'rib turibsiz o'zingiz. Slabiy bo'lishi mumkin. Ha, slabiy bo'lishi mumkin. Mishalkada qorgandalik ro'shnoy qorib bilmaymiz o'g'a. Shuning uchun mishalkada qoraymiz, sifati ham, beton qorilishi ham yaxshi bo'ladi o'g'a. Marka yaxshi bo'ladi, qarang. Marka yaxshi, cho'tki bo'ladi. Yaxshi aralashadi, marka zo'r bo'ladi. Obunachilar endi mishalkasi bor odam bor, yo'q odam bor. Hozir 3 kunda qilasiz, to'g'rimi? Ha, xudo xohlasa. 3 kunda ish bitadi.
Beton quyish bir kunda bitadimi? Ha, bir kunda bitadi beton quyish. Bir kuni prokat olib berib turasizlar. Mishalkani necha so'm примерно 50 ming so'm. 50 ming so'm, va. Bir kun 50 ming so'm olib bersanglar, prokatda bir kunda quyib berib ketadilar, xudo xolasa. Bo'ldi, shunda bu narx qaytiladigan narxmi yoki Yo, o'z 5 million 200 ming so'm bo'lgan, 200 ming so'm qaytib berganmiz og'a. Ha, 5 million so'mga butgan, ha. kelishgan hisob. Kelishgan, ha. Shunaqa kelishganmiz. Ko'p ustalarimiz aytadilar, stupenkasini pul hisoblanadi. Necha dona stupenka bo'lsa, shunga hisoblanadi deydilar. Yo'q. Sizda metrdan. Ha, bizga metr bu stufegasi nechta bo'lishini bizga farqi yo'q. Bunaqa dikligiga olamiz bo'ldi. Onsatka. Bo'ldi. Shunda 1 metr, 2 metr, 3 metr, 4 metr adam ishlangan ekan. 5 metr olsa 1 million siz hisoblab Yana qo'yasiz. qo'shilib ketaveradi. Bo'ldi, gap yo'q. Rahmat og'a. Yana to'liq ma'lumotlar bo'lsa ayting, bo'lmasa ekranda telefon nomeringizni chiqarib qoldiramiz, nomeringizni. Bo'ldi, Aloqaga chiqib aytaveradilar. Obunachilar, asa ustalarning xizmatini to'liq ma'lumotlarni tushuntirdik. Qolgan yana savollaringiz bo'lsa, ekranda og'amiz telefon nomerini chiqarib qoldiramiz. Bemalol gaplashib, zakazlaringiz bo'lsa aytaverasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, og'a, ishlaringizga omad. Rahmat. Bizning obunachilarimizdan zakaz chiqadigan bo'lsa, Xudo xohlasa, shu stupenkaning cho'tki qilib ishlatib cho'tki qilib beramiz. Xeva bozor kanalidan keldik degan odamga skidka qilib beramiz. Bo'ldi, gap yo'q. Rahmat.